Biznes qilish uchun zo'r variant O'zbekistondagi eng arzon bozor. Kiyim-kechak bilan shug'ullanmoqchi bo'lganlar uchun sizlarga obzorlarni qilib chiqaman. Pachkaga necha beryapsiz aka bular? 45 million materiali. Pachkaga necha beryapsiz aka bularni? Qilib ko'ylik lozimmi? 55 ming so'mdan. Mana bor ekan. Pachkaga necha beryapsiz bular? 40 ming so'm ekan. Bular necha pul pachkaga? Bularimiz 40 ming. Ko'proq 38 beraverasiz. Qilib berishaveradi mana. Bunlari bor. Bambuk ko'ylak lozim. Bularchi shtampillarmi? Ha, bular ming xil rangdagi gullardagi shtampillar. Necha pul qilib berasiz? Bular 35 dan beryapman. 35 ming so'm ekan. Qibilar necha pul aka pachkaga? 45 ming so'm ekan mana gullari. Pachkaga necha pul aka bular? 20 ming so'm. Rasitkalar chiqyapti aka? Bor ekan. Mana tugayapti hozir. Pachkaga necha pul futbolkalar aka? 10 ming so'mdan beryapti. 10 ming so'm ekan. Razmerlar qanaqa? Balchimerkalari ham bor ekan. Balchimerkalari bor. Shalollar pachkaga necha pul? 14 ming so'm. Ular bor ekan. Flashobchalik. Buni razmerlari qanaqa? 56 gacha. 14 ming so'mdan shalvar bormi? Pachkaga bular 14 ming so'm ekan. Bambuk materiali ayollarga, erkaklarga ham bor ekan. Pachkaga necha beryapsiz ular? 40 ming ko'ylak lozim, balchimerka. 50 dan nechagacha? 50 ga. Bo'yi 1.20. Pachkaga necha beryapsiz apa bular? 65 ming kami bor. Razmerlarimiz? 50 da 56. Habi ko'ylak lozimlar, balchimerka. Uchtasi birda troykalar necha pul apa pachkaga? 65 ming so'm. Bular ham shunaqa ekan. Atasda. Pachkaga bular 42 ming so'mdan qilishyapti mana. Miramir toza. Bular pachkaga 75 ming ekan. Bular 60 ming so'mdan ekan. Hozir ko'ylak lozim e'tibor qilasizlar. Hurmatli obunachilar, o'zim ham yuk yuqaman. Yuklar yig'ib chiqaryapmiz. Bugungi kunda 8 soatda yuk chiqardik. Xudo xolasa. Hozirlanib bersin, soat yana zakazlar bersa. Mablag' 45 ming, 55 ming qilib ko'ylaylik.